Muhitdin aka qo'lingizni beringchi. Kelganingizda ancha sariq edingiz, ancha yaxshi bo'lib qolsa, ko'z tegmasin. Bemorimiz Quvadan kelibdilar. Hozirda o'sha o't yo'llarida o'simtalari bo'lgan, stent ham qo'yishgan ekan, keyin olib qo'yishgan ekan. Uni mana Murod Shoh tabobat klinikasida operatsiyalarsiz, dori-darmonlarsiz, tabiiy giyohlar bilan sizni davolashibdi. Holatingiz yaxshimi, to'g'risini ayting. Yaxshi, holatim yaxshi. Kelgan kunimga qaraganda holatim yaxshi, ishtahalarim yaxshi. Bu insonni davolagan odam Murod Shoh tabobat klinikasining hozirda bosh tabibi shifokori Yulduzxon opa. Assalomu alaykum. Yulduzxon opa, og'ir kasallar, o'simtasi borlar, ayollardagi o'sha jinsiy muammolardagi o'simtalar bo'yicha, hattoki jigar gepatiti borlar, yana qanaqa kasallar kelsak bo'ladi? Sarxil kasalliklari, barcha virusli kasalliklarimiz, bo'g'im kasalliklarini, barcha turlarini tabiiy usulda davolashimiz mumkin. Qorni ishib, jigarim ana shuncha bo'lib ketgan bemorlardan shu yerda shifo topib ketyapti ekan o'rtoqlar. Bemalol Yulduzxon opamga kelaverasizlar. Batta kelib do'st birodar o'tirasizlar. Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston juda ko'p eski davlatlardan kelishyapti ekan. Hozirda sizga ham shifo bersin. Manzil so'zini yozinglar va kasallarni tashlab beraman. Bir kurs lecheniya sizga nech pulga tushadi? Qiziqmi? Narx so'zini qoldiring. Hamma ma'lumotlarni o'zim sizlarga tashlab beraman o'rtoqlar. Hozirdan ham bitta like bosib bersizlar. Rahmat.